Bir yan tarafımız Lenin Köçe Hakimiyet tarafından geliş. Yine bu Server Kayış. Dilkaş Kafe. Şurada yine şurada alangaydı. İş köçede joy. Natural bina. Bir yan tarafımız Abxodnoya çıkar. Assalomu alaykum, baraka Turkiya kanali obunachilar. Hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Turkiyaning Xalq markazidan shu ko'rib turgan zanalar sotiladi. Umumiy yer maydoni 49 sotik ekan. Bizdan bor, keyin bizdan bor 49 sotik umumiy yer maydoni. Chegarasidan kelgan bo'lsak, yana shu paxsadan shu paxsa ekan cheti, baygi cheti. Shu ko'rib turgan zanalar sotiladi. Sezon natijali patologda ajoyib yangilik 23 noyabrdan 25 dekabrgacha bir oy davomida polniy pechat sezon natijali patolog buyurtma qilasiz. Zamonaviy lyustralar bepul o'rnatib beriladi. Aksiyadan foydalanib qoling. Bu yon tarafimiz yana Lenin ko'cha. Lenin ko'chadan Dilkash kafening yoni. Shu sotiladi. Kanalda yangi bo'lsangiz podpiskiy qo'ying, video bilan like bosing, danishmishlarga shu videoni tashlab qo'ying. Buning arkasida gazon ham bor. Bir ham biznes ishlayman desanglar ham yaxshi yer. Narxi video oxirida aytib o'tiradi. Kanalda yangi bo'lsangiz podpiskiy bosib qo'ying. Video bilan like bosing, danishmishlarga tashlab qo'ying. Biznes uchun ajoyib joy. Egasini meni videoning sarlavhasida yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, kelishib gaplasha olasizlar. Yobina orqa tarafi. Ko'rib turganlaringizdek, yaxshi zdaniya polniy sotiladi. Mana terrasa ekan usti. Ustini. Yan tarafine Lenin ko'cha, Dilkash kafe taraf. Bu yerni narxına keladigan bo'lsak, narxi 1 sotixi $6500. 49 sotik $6500, $320,000. Egasini bemalol aloqaga chiqarasizlar. Qiziqqan odam bo'lsa, biznes ataman deb yurgan danishmishlar, shu videoni tashlab qo'ying.